sizga tegib nima ko'rdim bu hayotda demasin. Eng yomon gapi shu ayol kishini. Palonchiga tekkanimda meni zo'r olib yurardi degan gap, bu gap eng yomon gap azizlar. Erkak kishini juda ham qalbini og'ritadigan gap shu. Ayoldan shu gapni eshitishlik. Palonchiga tekkanimda palon mashinalarda yurardim, palondaqa uylarda yurardim, u bo'lardi, bu bo'lardi. U seni rizqing, ey ayol eshit. U seni taqdiring, u Xudoning ishi u. Mana shu erkakka tegishing, shu uyda yashashing, shunaqa ovqat yeyishing u Allohdan, u Xudoning taqdiriga rozi bo'lmaganlik hisoblanadi bu. Allohga bosh ko'tarish hisoblanadi. U erkak kishi oddiy bir sabab xolos. Shu erkak sababidan Xudo senga rizq beryapti. Xudo taqsim qilgan rizqqa norizolik bo'ladi. Boshqa aytganimda boshqacha bo'larmi, lekin chet el olib yurardi meni. Boshqa aytganimda meni boshida ko'tarib yurardi deyishligi ayol kishining Allohning rizoyi